Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan gulkalarni sayyor qilamiz. U uchun birinchi bo'lib pistalarni tayyorlaymiz. Cho'rkani chiqaramiz biz mana tayyor. Bolgarskilarimizni mana taraf-taraf to'ra olganmiz. Qizil bo'lsa qizilni qo'shamiz. Ukrop kerak bo'ladi. Chesnok. Chesnoklarni taraf-taraf to'ra olamiz. Endi ziravorlarimizni ketma-ketlik bilan qo'shamiz. Birinchi qizil paprikamizni, kitayskiy tuzimiz, oddiy shakar, sal bitirib kerak bo'ladi. Qizig'an yarim cho'mich mol qilamiz. Endi salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz.